Hazrati Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizni sovchilikka so'rab chiqqanlardan keyin o'ylanib qoldilar, kutib yurdilar. Ertasiga yana Rasulimiz alayhisolatu vasallamning uylariga bordilar. Bu safar u zotning oldiga borib yaqinroq joyga o'tirib oldilarda, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam eshitadigan qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlariga sovchilik qilmoqchi bo'luvdim. O'zimning bir narsam ham yo'q edi, ammo mehrlardan umidvor bo'lib so'rovdim dedi. Sekin eshittirib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni darhol mulohaza qildilarda, u kishiga, ya'ni Hazrati Aliga tabassum bilan og'ir botmaydigan qilib, "Ya Ali" dedilar, "Mahrga biror narsangiz bormi?" dedilar. Mahr muhimligini qarang azizlar. Mahr nihoyatda muhim. Hozirgi kunda nikohda mana shu narsani e'tibor qilmayapti. Ko'pchilik mahrni qalin bilan almashtiryapti. Mahr qalin emas. Mahr bu kelinda o'zini iffat haqqi. Bu nikohdagi kelinni haqiqiy shar'iy haqqi hisoblanadi. Muhabbat ramzi hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shuni bo'ldi deb so'ramasalar bo'lardi, lekin bu shariat bo'lganligi uchun eng birinchi bergan savollari ham shu bo'ldi. Mahrga biror narsangiz bormi dedilar. "Yo'q, ey Allohning rasuli" dedilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Oraga jimlik cho'kdi. Haqiqatda mahrga beradigan ham hech narsasi yo'q edi. Ali radhiyallohu anhu dek ulug' zotni azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga qarab, "Sovutingiz bor edi, o'sha sovutingiz qani?" dedi. Ya'ni urushda kiyadigan kiyim, libosda aytadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu, "O'zimda, ya Rasululloh" deb javob berdilar. "Qani uni olib kelingchi" dedilar. Yugurib borib Hazrati Ali radhiyallohu anhu hali sovutni olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning har bir qilayotgan harakatlariga e'tiboringizni tortaman azizlar. Kuyovlari bo'lmoqchi bo'lgan Hazrati Alini ko'ngillarini nihoyat darajada ehtiyot qilyaptilar. U zotni faqir ekanliklarini yuzlariga solmagan holda hech narsa kerak emas demasdan, balki yordam beryaptilar. Shuning uchun sovutlarni olib keltirdilar. Hayron bo'lib turibdilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu, nima qilarkinlar sovut? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sovutni oldilarda qo'llariga olib, "Mana bu sovutni kim sotib oladi?" dedilar. Birlari buncha dedi, birlari buncha dedi. Oxiri Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu u sovutni 470 dirhamga olaman dedilar. Qarang, 470 dirhamga bitta sovutni sotib oldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu sovutlarini olib 470 dirham berdilar. Dirhamlarni olgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni qo'llariga oldilarda, bir qismini Hazrati Bilolning qo'liga berib, "Mana bunga" dedilar, "qizim uchun atir va xushbo'yliklar olib kelgin" dedilar. Qolganini Ummu Salama radhiyallohu anhoga berdida, "Bunga kelinga kerak bo'ladigan narsalarni olib kelgin" dedilar. So'ngra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni chaqirib, ularni o'z qizlari bo'lgan Fatima radhiyallohu anhoni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga 400 misqol kumush mahr ila qoyim sunnat va vojib farziyat sharti ila nikohlab berayotganliklariga guvoh qildilar. Qarang azizlar, qanday ham chiroyli tadbir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir sahobadan shundoq pul olib bersa bo'lardilar, yoki Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'zlari so'rasalar bo'lardi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda juda chiroyli tadbir qo'lladilar. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Kuyov bolani sha'nini ehtiyot qilgan holda bu ishlar qilinyapti. Ba'zan azizlar, bir xilga odam uyida kambag'al yigitlarini bilan qizlarini chaqirib nikohlab to'y qiladi-da, hammaga uni oshkor qiladi. Ehtimol u qilayotgan ishidan savob umid qilar, lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Kuyov bolani ranjitib qo'yishlik, odamlar oldida bir oz bo'lsa-da xijolatchilikka qo'yishlik bor. Ana shuning uchun bunaqa ishlarni maxfiy qilish kerak. Kuyov bolamizni kelindi oldida sha'nini ehtiyot qilgan holatda qilish kerak. Butun umr sani palonchi uylab qo'ygan degan gapdan saqlashlik uchun bunday ishlarni hech kimga bildirmasdan qilishlik maqsadga muvofiq azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham ayni mana shuni qo'lladilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga o'zingiz o'ylang, bitta sovutni 470 dirhamga sotib olgan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu uni shunchalik berib qo'ysa ham bo'lardilar. Lekin Rasulimiz alayhisalom buni xohlamadilar. Haligi pullarni olib, dirhamda ajratib, atir upa olib kelgin dedi, mana bu qismiga, mana bu qismiga kelinga, mana bu qism mahriga hammasini bo'ldilar. Tarixchilarning aytishlariga qaraganda hamma yo'q bo'lgandan keyin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu Hazrati Alini chaqirib, "Mana bu sovut mendan sizga sovg'a, chunki bu sizga mendan ko'ra ko'proq kerak bo'ladi" deb qaytarib bergan ekanlar. Naqadar go'zal madaniyat, naqadar go'zal mehr-oqibat. Ana musulmonchilik, mana shunday bo'lish kerak. Mana bu musulmonlarning bir-biriga bo'lgan mehrlari azizlar.
Hazrat Usmon radhiyallohu anhu mana shunday mehr, mana shunday saxovat ko'rsatdilar. So'ngra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma sahobalarga e'lon qilganlaridan keyin ularga nikoh xutbasini ham o'qidilar. Kelin kuyovlarga baxt, saodat va solih zurriyot tilab hammani oldida duo qildilar va bu marosimning eng oxirida mehmonlarga bir idishda xurmo tarqatdilar. To'y kechasi bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qarab aytdilarki: "Ey Ali, nikohni e'lon qildik, hamma bildi. Endi bir to'y qilish kerak" dedilar. Qarang, hammaga bo'ldi qildi, e'lon qilindi. Ya'ni bizni hozirgi zamonimizda aytsak Fotiha qilindi, nikohlari e'lon qilindi, mahrlar e'lon qilindi, hamma yo'q bo'ldi. Endi o'sha nikohni e'loni uchun to'y ham qilib qo'yish kerak deb aytdilar. Bu gapni eshitar ekan o'sha joyda o'tirgan Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu degan sahoba gapga aralashdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menda bir qo'chqor bor" dedilar. "Mana shu qo'chqorni do'stim Hazrati Ali radhiyallohu anhu to'yida so'yib berishga ruxsat bersangiz" dedi. Ansoriylardan bir guruhi o'sha joyda o'zida bir nechta soda jo'xori jamlab kelishdi. Ana o'sha narsalardan to'y ziyofatini uyushtirdi. Jo'xoridan ovqatlar tayyorlandi, qo'y so'yilib to'y qilindi. Ya Alloh, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini, Hazrati Alini to'ylarini qarang azizlar. Bir sahoba bir qo'y bersa-yu, qolganlar bir jo'xori olib kelib to'y qilsalar. Ba'zan bizlar to'ydagi arzimagan kamchilik bilan quda andalar orasidagi judolikni eshitganimizda beixtiyor payg'ambarimiz alayhisalomda mana shu qizlarini to'yi yodimizga keladi. Ha azizlar, biz bu tarixni nega o'rganyapmiz? Shunchaki eshitib, "Vo ajab, mana shunday zotlar bo'lgan ekan" deb qo'yishlik uchun emas, balki bunga amal qilish uchun. Shuning uchun imkon qadar hammamiz isrofdan, kurkuronalikdan qochishligimiz kerak va bir-birimizga mehri oqibatli bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ushbu to'ydan keyin Hazrati Alini oldilariga chaqirdilar. "Ali" dedilar, "kelinni oldiga kirishlikdan oldin men bilan uchrashmaguncha kirmay turing" deb buyurdilar. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha joyda turib Fatima radhiyallohu anha turgan joyga bordilarda Fatima onamizga aytdilarki, "Menga idishda suv keltiring" dedilar. Fatima onamiz bir idishda suv olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisalom u suvdan olib Fatima radhiyallohu anhoning ko'ksilariga va boshlariga sepdilar. So'ngra qizlarining haqqiga duo qildilar. "Ey Allohim, men sendan bunga, ya'ni qizimga va buning zurriyotlariga shaytoniy rojimning yomonligidan panoh tilayman" dedilar. U zot yana suv keltirishni talab qildilar. Bu safar Hazrati Ali radhiyallohu anhu suv olib keldilar. O'sha suvni olib xuddi Fatima onamizga qilganidek Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga ham sochdilar. So'ngra u zotning oldida Hazrati Alining haqlariga ham duo qildilar. "Ya Rabbi, ey Allohim, ikkovlariga baraka bergin, ikkovlarini ustilaridan baraka nozil qilgin va ikkovlarining zurriyotlarini barakali qilgin" deb duo qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ikkalalarini oldida "Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas" suralarini o'qidilar. So'ng Hazrati Aliga qarab, "Ya Ali, oilangni oldiga Allohning ismi va barakasi ila kiraver" dedilar. Mana shu amal demak bizda ham sunnat bo'lish kerak ekan. Demak, kuyov bolamiz kelinni oldiga kirayotganda ayni Rasulimiz alayhisolatu vasallam qizlariga qilgan holatdagi ishlarni qilishligimiz kerak. Bizda ba'zan bid'atlar, xurofotlar ko'payib ketadi to'ylarda. Bulardan qochish kerak. Aslida Rasulimiz alayhisolatu vasallam nima qilgan bo'lsa bizga ta'limdir. Mana qizlariga bekorga shu ishni qilmadilar. Suv sochdilar, duo qildilar, Falaq va Nos suralarini o'qidilar, ularga dam soldilar va haqlariga duo qildilar. Albatta bu ishda biz uchun namuna va baraka bor azizlar. Ushbu to'ydan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kuyovlari Ali radhiyallohu anhu da boshqa qarindoshlari ham nihoyat darajada mamnun bo'lib ketdilar. Bu nikohdan juda xursand bo'lib ketdilar. Hatto Hazrati Hamza radhiyallohu anhu mana shu juftlik uchun Fatima radhiyallohu anha va Hazrati Ali radhiyallohu anhuning nikohlari, to'ylarini xursandchiligi uchun ikkita jonliq so'yib butun madinaliklarga ziyofat qilib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam to'ydan 4 kun o'tgandan keyin ularning uylariga borib xabar oldilar. O'sha paytda Hazrati Ali radhiyallohu anhu 25 yoshda edilar. Fatima-i Zahro onamiz esa 18 yoshda edilar.